Xitoy İjtimoiy Fanlar Akademiyasi Chegara rayoni tadqiqot institutining boshlig'i Shin Guangqing Sharq Turkiston haqida Xinjiang masalasi Amerika va Yevropa kuch kiritayotgan bir masala. Sharq Turkiston masalasi Turkiya va Xitoy munosabatiga ta'sir ko'rsatmasligi kerak deb ogohlantirdi. O Sharq Turkiston rayonining Xitoyning milliard dollarlik qurilish tashabbusi bo'lgan bir balvoq bir yo'l uchun intayin muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlab, Xinjiangning jo'grafiyalik o'rnining muhim bo'lishining sababi atrofidagi 8 davlat sabablidir dedi. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Xitoy xalq pulining dollarga qarshi 7 saviyaga tez suratda yaqinlashganligiga qarata tashqi perevod zapisi ishlatilganligi bildirildi. Manbalar 7 saviyadan eshib ketganda pul paxolligi va sarmoyaning sirtqi eqishi keltirib chiqarganligini ishorat qildi. Xitoy Markaziy xalq bankisi bu haqda inkos qaytarmadi. Amerikaning Yevropa qurug'liq armiyasida turishlik sobiq qo'mondoni Ben Hovis Amerikaning oldimizga 15 yil ichida Xitoy bilan urushga kirish ehtimoliga yuqori ekanligini aytdi. U Varshavada o'tkazilgan xavfsizlik munbirida qilgan so'zida Amerikaning Tinch okean rayoni va Xitoy tahdidiga yuzlanish kerakligini ta'kidlab, Yevropani o'zining bexatarligi uchun texmo ko'p tirishchanlik ko'rsatishga chaqirdi. Malayziya tashqi ishlar ministri Sayfuddin Abdulla Malayziya armiyasining Saudiya Arabistonidagi askarlarini chekindirganligini bildirdi. Ministr Sayfuddin rasmiy ziyorat uchun Malayziyaga kelgan Saudiya Arabiston tashqi ishlar ministri Adil Al-Jubayr bilan ko'rishgandan keyin o'tkazilgan muxbirlar kutilish yig'inida Yamandagi ishki urush boshlangandan keyin Saudiya Arabistonda turayotgan Malayziya harbiy qismlarining poytaxt Riyoddan ayrilganligini aytdi. Kundan kunga muqimlik yo'qolib tahdid kuchaygan Xitoyda qo'rqinchli bir jinoyat sodir qilindi. Xitoyning g'arbiy janubidagi Chongqing shahrida bir ayol yasliga besib kirib, 14 bolani pichoq bilan zaxmlantirdi. Soqchilar hujum qiluvchining kim ekanligini oshkorlamadi. Xitoyda yaqinqi yillardan buyon buningga o'xshash voqealar ko'paymoqda. Peskaklik masala ko'rilgan yoki o'sh olmoqchi bo'lganlar bu xil voqealarni sodir qilmoqda.